Oshxona. Chanqadi, menga suv obke. Yaxshi, issiq yoki sovuq? Sovuqidan. Bugungi menyuda nimalar bor? Cho'chqa. Vau, bu Park Yun-sukmi? U haqiqiy yulduz. U juda ham kelishgan. U yana urisha oladi. Lee Jin-sungni urib tushirgan. Jiddiy aytyapsanmi? Zo'r kiyimda kelishgan. Unda hamma narsa bor. Yana boyvachcha beli. Bu yigit juda asabiy ekan. Pasabok yulduzi, g'irt kulguli. Anavi narsasi ham kichkina bo'lsa kerak, bilyat. Beyom undan yaxshi emasmi? Buni aytishdan hojat ham yo'q. Sen shundan ham maneki modelining A ro'yxatidasan. Agar men ham ijtimoiy tarmoqlarga chiqsam, u hech kim bo'lmay qoladi. Amaliy musiqa, 1-kurs, Kim Be-on. U hech ham chiroyli emas. O'zini zo'rman deb o'ylaydi. Men kiyimlar do'konini modelaman, esimga kelib qoldi bilib. Darslar tugadi. Kim do'konga bormoqchi? Nima? Model men ekan dedingizmi? Iltimos, viza kartamni oling. Men sizni YouTube'dan ko'rgan edim. Men sizga model bo'lishni taklif etaman. Meni modellikka taklif etishdi. Qandaydir g'alati. Facebook'dan sizga yozgan xabarlarimdan javob olmadim. Chunki men Facebook'ga uncha kirmayman. Janob, men ham yordam berishim mumkin. Qancha to'laysiz? Hozirchalik bu bir kichik startap bo'lganligi uchun hali yaxshi moliyalashtirilmagan. Lekin Hyun-sung uchun kuniga $100 to'lashga tayyorman. $100? Janob, men ham qo'shilsam bo'ladimi? Uzr, gapingiz bo'lganligim uchun ishga ola olmaymiz. Nimaga? U modellik, manekenlik uchun taklif olganga o'xshaydi. Startap do'konimi? Rostdanmi? To'g'ri, nomsiz do'kon uning darajasiga yaxshi mos tushadi. A ro'yxatdagi model maneke kuchayib ketyapti. Sen Park Yun-sukmisan? Voy, bu Benzi. Kim? Nima? Tanishganimdan xursandman. Bu meni vizitkam. Kiyim do'koni. Kiyim do'koni. Ular super mashhur edimi? 1-raqamli onlayn do'kon. Yana oddiy do'konlar ham ko'p. Bayom, o'sha yer seni modellik qiladigan joy emasmi? U mening boshlig'im. Janob, siz ham do'kon egasi bo'lsangiz, siz ham $100 taklif qilasizmi? $100? $100 haqida o'ylaganimni qayerdan bilding? Bu kishi kuniga shunday to'layman deb aytgan edi. Kuniga nimalar deyapsan o'zi? Albatta soatiga $100 dan bo'ladi. Soatiga $100? 6 soatda $600. Janob, meni ishga oling, iltimos. Kechirasiz, gapingiz bo'lganligim uchun. Bu o'xshamaydi. Soatiga $100? Shu rostdanmi? $50 ham qilaman. Yo'q, $10. Yo'q, $1. Lekin men faqat maktabdan so'ng yoki dam olish kuni ishlay olaman. Hammasi joyida. Hyun-sung, menga faqat sen keraksan. Soatiga $100? Ana bu do'konda yaxshiroq. Men biroz o'ylab ko'rib, keyin siz bilan bog'lansam bo'ladimi? Albatta, o'ylab ko'r va men bilan bog'lan. Voy, zo'r-ku. Beyom, sen ham shuncha pul olasanmi? U menga soat uchun $30 to'laydi-ku. Janurson, tentak gipes. Nega uni o'z taqdimay bilay? Yecholmayman endi. Hyun-sung, sen yoqtiradigan qisqichbaqali sho'rva qilib beraymi?
Vov, hay, iltimos. Oyim meni ko'rgani keldilar. Men do'konga xarid qilish uchun bormoqchiman. Yo'lni aytib yubora olasanmi? Ha, oyi. Onamni tug'ilgan kuni uchun dam olish kunini birga o'tkazishga qaror qildik. Balki ovqatlanish uchun do'stingni ham uyg'otsak bo'ladimi? Yo'q, oyi, uni uyg'otmang. Lekin biz birga ovqatlanishimiz kerak. Uni ertalabdan ishi borligini menga aytgandi, uni uyg'otmaslik kerak. Quyonsoq, bu do'stingning kiyimlarimi? Ha, shunday. Hammasini ajoyib bo'lib bergan. Quyonsoq, senchi? Nima? Menda bori shu. Men shunchaki do'konga borib qaytaman, bo'ldi. Shuning uchun menga unchalik ko'p kiyim kerak emas. Qani yur, Quyonsoq, senga biror kiyim olib beraman. Ammo bu shart emas. Onam kutilmaganda menga kiyim olib berishlarini aytdilar. G'alati. Quyonsoq, bu joy senga yoqdimi? Kiyim do'koni? Demak, ularni kiyim do'konlari ham bor ekan. Zo'r. Men onamni tug'ilgan kunlari uchun nimadir olishim kerak. Men shu yerda ishlamoqchiman. Maosh ham juda yaxshi. Boshliq, bu adolatdan emas. Qanday qilib unga $100 taklif qildingiz? Menga esa faqat $30. Xush kelibsiz. Demak, boshliq, ular janjallashibdi. Shunday, mayli. Kechirasiz. Bizda hozir muhim uchrashuv bor. Shuning uchun hozir do'konimiz yopiq. Nima? Lekin hali erta bo'lsa. Sizga mos keladigan kiyimlar yo'q va qimmat. Shu sababdan sotib olishga duxingiz ham, pulingiz ham yetmaydi. Kimni duxi yetmas ekan, men o'g'lim uchun kiyim olgani keldim. Quyonsoq, qani tanla? Xo'p, oyi. Hayi. Quyonsoq, ertagayoq ko'proq pul olib, senga kiyim olib beraman. Yo'q, oyi, menga kerak emas. U mening onamni ko'rsatar edi va uning lablarini o'qidim. Tilanchi. Il la voit partout, il attend debout, une rose à la main. Qoyil furgon, mashhurmi? Ular kiyim do'koni uchun suratga tushishyapti. Model manekenlar. Men e'tibor tortyapman. Kim bu? Biror mashhurmi? Nima? Men mashhurlarga o'xshayman, lekin unaqa emas. Ularda xodimlar ham ko'p emas. Stilist, suratkash va pardoz ham. Biz eng yuqori pog'onadagi do'konmiz va meni maoshim $5 oshdi. Qo'y, kelinglar qahva ichamiz. Ob-havo sovuq. Bilyat, u yana qancha vaqtgacha oldimizda yuradi. U doim bizga emas, model qizlarni ko'rish uchun keladi. Yo'ppana bero. Xonjayi, yoqimtoy. Yonma-yon zo'r ko'rinamiz. Boshliq, rahmat. Arzimaydi, Jo'xe. U taniqli model. Men ekan. Yaxshisi, men bugun o'zimni yaxshiroq ko'rsataman. Ular nima, ko'chani sotib olishdimi? Dahshat. Tirbandlik. To'sib qo'yishibdi. Odamlar xuddi mashhurlarga qaragandek bizga tikilishyapti. Bu nimasi bo'ldi? To'xtab yuradigan furgonmi? Bo'la, mangani ichida Damas ko'raman deb o'ylamagandim. Menimcha bu ham kiyim do'koni shekilli. Biroz achinarli ko'rinyapti. U haydovchi, suratkash va yuk tashuvchi va tashkilotchimi? Vazifasi. Nima bu? Xuddi uysizlar uchun kiyim do'konidek. Ular bilan suratga tushganimda yerga kirib ketgan bo'lar edim.
O, Joy, qayerga bunchalik tikilib qolding? Il y a moi, personne n'y croit, mais l'amour fait d'un fou un U yerdami? Yuklarni tashlashga yordam beraman. Hammasi joyida. Park Hyun-suk. To'g'risini aytsam, tugadi. Ikkinchi fasl birinchi qism. Bitta boboni o'zi shunaqa 10 minut ekan, karochi. Xatolar bo'lsa, uzr.